Hammaga salom. Bugun ham kompyuter sirlari kanalimizda uchrashib turganimizdan xursandmiz. Bugun bitta yana pul ishlash yo'lini ko'rsatib o'taman. Bu avtomatik ravishda bo'ladi. Har kuni qiladigan ishimiz faqat Google Chrome'ni ochamiz ve suyunut qilib qo'yamiz. Bo'ldi. O'zi avtomatik pul ishlab yotaveradi. Mana bu soatlar 6 soatda nimadan o'tamiz? Registratsiyadan ve avtomatik ishlab yotaveradi. Mesela keyin suyunut qilib qo'yaveramiz. Buni shunday qilib tuzamizki, bundan chiqqan vaqt ham kompyuterni yoqqandan keyin Google Chrome'ni açamiz. O'zi saytlarni avtomatik shu saytlarni ochadi, o'zi pul ishlab boshlayveradi. Saytni açtı, o'zi avtomatik pul ishlab yotaveradi. Bunu avtomatlashtirish yo'llarini основной videoda ko'rsataman. Bu videoda faqat qanday qilib ishlash haqida ko'rsatdim. Mana shu videoning tagidagi ssilkadan ya bo'lmasa mana bu podskaskadan o'tasizlar. Annotatsiyaga yozaman. Shu yerdan ikkinchi основной videoga o'tib, qanday qilib nastroyga qilishni o'rganamiz. Az bo'lsa ham umuman passiv ishlab yotaveramiz. Rosa suyunut qilib qo'yamiz, bo'ldi, ishlab yotaveradi. Keyin shu ishlab turganni 2 marta, 3 marta ko'paytirish yo'llarini ham ko'rsataman.